Hammaga salom yigitlar, sizlar bilan Pulmaker. Bugun Bitcoin haqida gaplashamiz. Umuman hozirgi holat haqida. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Chunki hozirda bozor juda ham zerikarli, umuman kripto bozor zerikarli bo'lib qoldi va ko'pchilik ketib qolgan. Hozir hech kimga qiziq emas, lekin hozirgi vaziyatda yaxshigina imkoniyatlar paydo bo'lyapti. Bozorning hozirgi zerikarliligi va yaqindagina Bitcoinning narxi 75 minggacha tushishi bu Trumpning hozirgi juda ham sovuq siyosati bilan bog'liq. Demak, butun dunyoga savdo urushini ochgan. Buni ko'pchilik bilmaydi. Demak, kelinglar tushuntirib o'taman. Yaqindagina Bitcoin ko'rib turganlaringizdek, demak 75 minggacha tushdi. Bu faqatgina kripto bozorda emas, butun bozorlarda kuzatildi. Fond bozori, aksiya bozori hamma joyda. Chunki nima bo'ldi? Demak, Tramp rastamoshka, bizni tushunarli tilda aytganimizda, rastamoshka o'sha boj deydimi, o'sha tariflarni e'lon qildi butun dunyoga, ayniqsa Xitoyga. Xitoy uchun bu 100% dan oshiq, 129% gacha bordi adashmasam qarib. Tovarlar uchun mana shunaqangi poshlinni deydi ruschada, tariflar e'lon qildi. Va bunga javoban butun dunyodagi o'sha Rossiya, kechirasizlar, Amerika aktivlarini ushlab turgan katta gigantlar sekin-asta aktivlarni, qimmatli qog'ozlarni sotishni boshladi. Juda ham katta miqdordagi qimmatli qog'ozlar sotilib ketdi. Bu bilan demak o'sha bozorlar sekin-asta pasayish ko'rsatdi. Albatta bu kriptoga, Bitcoinga o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmadi. Ko'rib turganlaringizdek, narx tushdi. Undan keyin nimaga aynan yana ko'tarildik? Chunki Tramp esinglarda bo'lsa, butun bozorni ko'rdi tushganini, umuman demak bo'layotgan hodisalarni ko'rdi va 90 kunlik pauza, ya'ni tanaffus e'lon qildi mana shu tariflar uchun butun dunyoga. Faqatgina Xitoydan tashqari, Xitoydan boshqa hamma davlatlar uchun hozirda 90 kunlik, kechirasizlar, 90 kunlik demak pauza e'lon qilingan. Xitoy uchun esa hali ham o'sha tariflar ishlayapti. Demak, endi biz uchun albatta katta savol. Bu yerda ko'p kripto bozordagi ko'p asosiy tokenlar tushishga ulgurdi, ancha yaxshigina narxi tushdi. Masalan, Solana'ni o'zini oladigan bo'lsak, $100 dan pastroqqa tushdi Solana. Bu haqida men Telegram kanalda biroz oldin yozgan edim, adashmasam, xuddi tushgan joyda emas, lekin biroz oldin ogohlantirib yozgan edim. Ko'rib turibsizlar, bu yerda o'rta sirpanuvchiga juda ham aniq ravishda reaksiya berdi va kim bu yerda sotib olgan bo'lsa, Telegram kanalda aytgancha so'rov bergandim, ya'ni so'ragandim. Yigitlardan ko'pchilik sotib olishgan bu joyda. Hozir esa o'sha 30% dan oshiqroq plyusda, spotni o'zida. Albatta hozirda ko'pchilik asosiy tokenlarga bu o'z ta'sirini ko'rsatdi. Endi nima bo'ladi? Hozir sotib olish kerakmi, kutish kerakmi, nima qilish kerak? Qaranglar, hozir bir narsani kutish kerak bo'ladi. Ya'ni bu demak, Tramp xohlaydiki, FRS pul chiqarishini, ya'ni stanokni yoqishini, pul bosib chiqarishini xohlaydi, trillionlab. Lekin FRS hozirda Trampning aytganini qilmayapti va jo'ski mana shunaqangi qarama-qarshilikda turibdi. Shuning uchun bozor mana shunaqangi ожиданияda hozirda. Agarda Tramp g'olib bo'ladigan bo'lsa, bu demak tortishuvda, agarda FRS pechatniy stanok, ya'ni pul bosib chiqarishni boshlasa, unda hamma bozorlar o'sishni boshlaydi yigitlar. Aksiya bozori, fond bozori, umuman hamma kripto bozori o'sishni boshlaydi. Esinglarda bo'lsa, eslatib o'taman, koronavirus davrida 2020-yilda $4,000 dan Bitcoin demak ko'tarilgan 69 minggacha. Buni grafikda ko'rsatish shart emas, o'zingiz ko'rib olishingiz mumkin. 20-yilda 3900 qancha ham dollardan 69 minggacha ko'tarilgan. Bu paytda esa esinglarda bo'lsa, o'sha korona sababli pul bosib chiqarilgan trillionlab, bu o'zini katta ta'sirini ko'rsatgan va hozir ham mana shunaqangi holatda bozorlar. Agarda pul bosib chiqarilmasa, umuman FRS talablarni qondirmasa, albatta nima bo'ladi? Sekin asta pasayishni boshlaymiz. Demak, kelinglar yoqamiz buni.
Bu yerdan pasayishni boshlashimiz mumkin. Nima ishlamayapti? Juda ham qiziq. Chizilmayapti. Bo'pti. Biz uchun juda ham muhim narsa emas. Umuman bozor mana shu all time high'ni обновить qilmaydi, yangilamaydi. Agarda sekin-asta pechatni yoqishsa, albatta bozor ko'tariladi. Unda esa u holatda meni oldingi prognozim bu sikl uchun o'sha 120 ming, 100 ming va 120 ming oralig'i deganman. Buni hammangiz bilasizlar. Bu noto'g'ri bo'lishi mumkin. Agarda pechatni stanokni, ya'ni pul bosib chiqarishni boshlashsa, Bitcoin ancha yuqoriga ketishi mumkin. Lekin ko'ramiz, hammasini vaqt ko'rsatadi. Hozirda bozor shuning uchun zerikarli. Hozirda bu narsani hozirgi holatni неопределенность deydi ruschada, ya'ni hech narsa aniq emas. Bu holatni hech kim yoqtirmaydi. Investorlar umuman katta aqlli pullar ham yoqtirmaydi va hech qanaqangi bir harakat qilishmaydi bunaqangi holatda, chunki hech narsa aniq emas. Demak, shuning uchun bozorni kuzatishda davom etinglar, yigitlar. Telegram kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Hozirda bilaman, zerikarli, hech kimga qizig'i yo'q, lekin haqiqiy ixlosmandlar, haqiqiy bu mavzularga qiziquvchi odamlar bunaqangi vaziyatda ham baribir mavzuda bo'lishadi. Shunchaki kirib chiqib yurgan odamlar bunaqangi paytda ketishadi. Bitcoin yana 200 mingga chiqqanida qaytib kelishadi. Mana shunaqa bo'ladi. Umuman olganda hozirda sotib olish uchun ba'zi bir tokenlar yaxshi holatda. Masalan, Ethereum uzoq muddatga sotib olish uchun $1,5 ming menimcha yaxshi deb o'ylayman. Kelajakda keyinchalik o'sha pul bosib chiqarilsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, Ethereum baribir 5 ming, 10 mingga ham chiqadi hali. Bu narsa aniq. Faqatgina savol bu qachon, qancha vaqt talab qilinadi. Umuman olganda hozir uzoq muddat uchun Ethereum bu yaxshi narxda deb o'ylayman. Toncoin'ni esdan chiqarmanglar kuzatishni, chunki o'sha uch burchakdan chiqish holatiga yana qaytib keldik. Esinglarda bo'lsa, mana shu joylarda, mana shu uch burchakdan chiqmasdan oldin ham men sizlarga aytganman. Bu narsani ko'p takrorlaganman. Mana shu uch burchakdan chiqish bo'ladi. Agar bo'lgan taqdirda ham yaxshigina o'sish beradi deb mana shu nuqtalarda ham sizlarga bu narsani eslatib o'tganman. Hozir esa mana shu nuqtaga yana baribir qaytib keldik. Qanchadir muddat baribir endi hozir Toncoin'ni, ton ekosistemasining hype ancha pastga tushdi va bu turgan gap. Narx pastlaydi. Bundan ham pasayishi mumkin. Lekin bu sotib olish uchun juda ham qulay imkoniyat hisoblanadi va Telegram bor ekan. Telegram mana shunaqangi hozirgi holatida ekan, Toncoin baribir keyinchalik pump bo'ladi. Baribir nimadir o'ylab topiladi. Eng asosiysi Telegram mana shu holatda bo'lishi, ya'ni mana shunday keng qamrovda foydalanishlari odamlarni. Umuman Telegram menga juda ham yoqadi. Ekosistema juda ham chiroyli. Umuman kripto bilan uyg'un bo'lgan holatda bunday ekosistema, bunday chat hech qayerda yo'q, ya'ni alternativ yo'q. Shuning uchun tonga bemalol ishonish mumkin, qachonki Telegram bor ekan. Bu bilan yugurib borib sotib olinglar demoqchi emasman. Hozir tonni ham, efirni ham, Solana'ni ham shunchaki uzoq muddatga sotib olib esdan chiqarishga bu tokenlar hozirda yaxshi narxda. Albatta ko'p tokenlar, lekin hammasi ham sotib olinavermaydi. Chunki borgan sari menda shunaqangi savol paydo bo'lyapti. Shuncha token, shuncha blockchain, shuncha coinlar bizga nimaga kerak? Ichida faqatgina bittasi, ikkitasigina biz uchun yetarli, ya'ni umuman texnologik nuqtai nazardan olib qaralganda. Shunaqa gaplar yigitlar. Hozirda umuman dunyoda siyosiy ahvol yaxshi emas. Tramp o'zini sovuq siyosatini olib boryapti. Bir tarafda Ukraina masalasi hali bo'lgani yo'q. Kelishuvga erishilmadi, bilasizlar. Tramp bilan Zelenskiy o'zini Trampni, ya'ni Oq uyida Trampni xonasida urishib ketishdi. Urishmadi-yu, tortishib ketishdi. Undan tashqari esa Trampning savdo siyosati hozirda juda ham qattiq bo'lyapti. Go'yoki butun dunyoga savdo urushi ochdi. Ko'ramiz, Xitoy hech qanaqangi bir bo'sh kelgisi yo'q. Xitoy ham
qattiq o'zini pozitsiyasida turibdi. Trampni eng asosiy raqibi, raqobatchisi bu Si Szinpin, ya'ni Xitoy hisoblanadi. Boshqalar Tramp uchun unaqangi katta muammo tug'dirmaydi. Ko'ramiz. Kuzatishda davom etinglar. Iloji boricha tezroq va ya'ni tez video chiqarishga harakat qilaman. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman yigitlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Demak, o'z savollaringizni kommentariyada qoldirishinglar mumkin. Like bosishni esa unutmanglar. Hammaga rahmat. Hammaga katta foyda, katta pribel.